Va nihoyat bog'cha masalasiga to'xtalamiz. Assalomu alaykum, mani mahalladoshlarim, hamqishloqlarim. Bog'cha masalasini shahobidan esdan chiqarib qo'ydi. O'ylaganim yo'q deb o'ylayotgan bo'lishinglar mumkin. Lekin aslo unaqa emas. Bog'cha masalasiga keladigan bo'lsak, eshitishimcha kimlardir xususiy bog'chaga aylantiryapti ekan, kimlardir sotib yuboryapti ekan xususiy bog'cha uchun. Bir narsani oldindan bilishinglarni xohlayman. Hozirgi bo'ladigan bog'cha bizni shuncha yildan beri bizga xizmat qilayotgan davlatning maktabi edi. Maskan, ya'ni maktab maskani. Va u davlatniki va hech qachon hech kimga sotilmaydi. Sotilib ketiladigan narsa emas. Va hech qachon hech kim xususiylashtirib oladigan narsa emas. Shuni esingizdan chiqarmanglar. Agarda kim buni o'ylagan yoki niyat qilgan bo'lsa, juda katta xatoga yo'l qo'yibdi. Maktab kimnidir otasidan qolgan joy emas, kimlardir sovg'a bo'lib qolgan joy emas, yo meros bo'lib qolgan joy emas, davlatniki. Bir qarichi ham, 1 metri ham. Va hammamizniki. Ana shu qishloqda jamiki bolalar bo'lsa, jamiki farzandlar bo'lsa, hamma o'sha bolalar va farzandlar va hammamizga xalqniki, tushuntirib oddiy qilib aytadigan bo'lsa. Mayli, agar kim bog'chani, bo'lajak bog'chani xususiylashtirishga harakat qilib urinsa, u shu darajada dovyurak bo'lishi kerak yoki ahmoq. Chunki sog'lom fikrlaydigan odam xususiylashtirish, uni o'ziniki qilishni xayoliga ham keltirmaydi. Yoki o'ta puli ko'p bo'lishi kerak, ertadan keyin sarflagan puli havoga uchib ketsa ham achinmaydigan darajada bo'lishi kerak. Va bundan keyin men hech qachon bitta ishni boshlasam, deb gap bilan ish boshlamayman. Menga fakt kerak. Ras xususiylashsin, ras kimdir sotib olsin, mard bo'lib va o'shanda qarshisida men bilan shu xalqni ko'radi. Men garantiya beraman. Shu paytgacha gapimga javob berganman, bundan keyin javob berib kelaman. Va oxirigacha kurashaman. Kutamiz. Chunki avvalo davlatniki, men davlatimizga, siyosatimizga, qonunlarimizga 100 emas, 200% ishonaman. Doim prezidentimiz nima deyaptilar? Xalq roziligi va yana xalq roziligi. Xalq uchun xizmat qilinglar deyapti. Naboda buni unutib qo'yganlar bo'lsa, yana eslatib qo'yamiz. O'shaning uchun har xil vahimaga berilmanglar. Xudo xohlasa, bog'cha ochiladi va albatta u davlatniki bo'ladi va u bizga xizmat qiladi. Tushuntiradimi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.